Assalomu alaykum. Har doim meni kuzatib keladigan mehribon xalqim. Videolarimni ko'rib, bemor bolamni duo qilib, hatto bu dunyodan erta ketgan sog'inchlarda meni yondirgan Dilshodjonim o'g'limni ham duo qilib turgan mehribon azizlarim. Meni to'g'ri tushunib, videolarimga like bosib, ko'nglimni ko'tarib, duo qilayotgan yaxshi insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Hozir ham negativlarga bahona bo'lishi mumkin. Muzika shartmi? Shu musiqa yuragimni dardidan, hatto yuragimni dardida yaralgandek. Bilasizlarmi, dunyoda eng og'ir dard ona uchun farzandini bu dunyodan erta yo'qotish. O'zbekistonim butun dunyo, butun yer yuzida farzandlarini erta yo'qotgan onalarga Allohim sabr buyursin deymiz. Lekin bolasini yo'llariga ko'z tutib, xayolida xuddi qaytib kelayotgandek har kuni yo'l qarab, eshikka qarab mo'ltirab o'tiradi. Bu judayam og'ir dard. Hech bir onani boshiga solmasin Alloh. Hech bir ona farzand dog'i bilan kuymasin. Mana 2022-yildan 26-mart kuni dadasi bilan ikkalamizni nikoh to'yimiz bo'lgan kun Alloh bizani shunaqa og'ir sinovlar bilan sinadi. 23 yoshli farzandim bu dunyoni tark etdi. Oxiratlari obod bo'lsin. Qanchalar og'ir gaplarni aytish. Dasturxon boshiga o'tirib, taomlarni yaxshisini yemoqchi bo'lsangiz, o'rni bilinadi. Yaxshi chiroyli joylarga borib, o'ynab kulaman desangiz ham tatimaydi. Qon qarindosh, tanish bilish qo'shnilari to'yiga borganda onalariga gul olib chiqqanda yurak bag'rim qon bo'ladi. Kelin-kuyov davraga kirib kelishi bilan yuraklarim akka-pukka bo'ladi. Men internetga o'yin uchun chiqmayapman. Mana shu yonimda yotgan, o'tirgandan shu yotgan bolam qaniydi o'tirsa. 29 yoshda. Suratdagi o'g'lim 23 yoshida tark etdi. 99-yil. Mana shu bolamni oyoqqa turishi uchun men internet tarmoqlariga umid bilan yurtimiz rahbarida e'tiborishini, yaxshi insonlar yetkazishini umid bilan chiqib so'rayapman. Chunki men taxmin tavakkal qilib hamma doktorlarga olib chopayotgan holatda emas bolam. Hech kim bolam demas. Taqdiringizga tan bering deb yozyaptilar. Ba'zi bir onalar, ba'zi bir ayol kishi, erkak kishilar emas. Qanday bolangiz yashash uchun kurashadi-yu, qanday taqdiringizga tan berasiz? Bolangiz ko'zi mo'ltirab, joni og'rib qiynaladi-yu. Meni taqdirim shu ekan. Bolam yo'q aytolmayman narsani. Bolam yashaydi.
Mana umidim ko'p. Men ishonaman, Allohga ishonaman. Allohim yurtimiz rahbariga albatta yetkazadi hajotim. Mani bolam turadi. Chunki yurtimiz rahbariga murojaat qilganim bunaqa bemorlarga har doim shifokor nazorati, bunaqa qiynalgan oilaga doim e'tibor, moddiy yordam kerak. Allohga shak keltirmayman. Taqdirimga shu sinovlarni beribdi. O'ziga hamdu sanolar bo'lsin. Faqat bolam taxmin tavakkalda o'lanishda organizmi charchab ketdi. Ba'zi bir kamsitishlar yuragimni o'qday teshyapti. Yolinib yolvorishlardan charchadim. Shuncha Saida Mirzayevna, Shavkat Miromonovich qanaqa qarorlar chiqaryapti. Ularni ko'rib xuddi o'sha narsa bizga yetib keladi-yu, tez orada hammasi yaxshi bo'ladi deb umid bilan murojaat qilyapman. Negativ yozishga shoshilmanglar. Bu sinovli dunyo. Hech kimni boshiga tushmasin. Hech kim chaqaloqligida 9 oy bag'rida ko'tarib, dunyoga umid bilan keltirib, bo'yni baland qilib, birini qabriga ziyoratga, birini joni qiynalishiga yolg'iz Alloh guvohligida kurashib kelayotgan onani ustidan qalov chiqarib, bo'lmas gaplarni gapirishga shoshilmanglar. Iltimos, murojaatimni ko'ring, Shavkat Miromonovich. Biz ham hammamiz Alloh huzuriga boramiz birga. Saida Mirzayevna, mani tuman hokimi judayam kamsitib, judayam xafa qilib, qo'rqitib qo'ydi. Lekin bolam uchun qo'rqmayman. Qancha orqasida kuch tursa ham, men Allohga ishonaman, prezidentga ishonaman. Qo'lingizdan kelgancha videoni kengroq tarqatinglar. Kim qayerdagi videolar trendga chiqadi-yu. Alloh sinovida bo'lgan, zor yig'lagan bir onani video murojaati nahot bitta yurtimiz rahbariga, hech bo'lmaganda qizlari Saida Mirzayevnaga yetib bormaydi. Bu ilojsiz narsa emas-ku. Ilohim, Allohim mukofotlarini bersin. Shu videoni keng tarqatib, yurtimiz rahbariga yetkazgan yaxshi misollar.